Diqqat xalq tezkor xabar. Mana bugun 5 avgust yozning chillasi ham tugadi. Bu yog'iga kundan kunga havo salqinlanib, kuzga kirib boramiz. Sezgan bo'lsangiz darhol bilindi. Bugundan havo ancha salqin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Boshqacha uz kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston bo'yicha 5 kunlik ob-havo prognozi. Hududlar bo'yicha Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, havo ochiq bo'ladi. Kunduzgi kunda harorat 33-39 darajagacha, kechasi esa 18-25 darajagacha bo'ladi. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida havo asosan quyoshli, ba'zi joylarda shamol 12 metr sekundgacha yetishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 32-38 daraja, kechasi 19-24 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo issiq va quruq bo'ladi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 34-41 daraja, kechasi 20-26 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo kam bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'ishi ehtimoli yo'q. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo juda issiq bo'ladi. Quyoshli va quruq iqlim bo'ladi. Harorat kunduzi 37-42 daraja, kechasi 22-28 daraja bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.